Bizni boshlaymiz. Dastlab ln x haqida ozmoz tanishib olamiz. Ln x demak ko'pchilik biladi buni integrali ln modulus x, ya'ni 1 x ning integrali ln modulus x. Eng sodda kasrli funksiyamiz. Kasr chiziqli funksiyamiz so'rab. Xo'p, demak 1 x dx integrali ln modulus x bo'ladigan bo'lsa, buni yana ba'zi bir holatlarni kiritib ketishimiz kerak. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Lekin yana ba'zi bir holatlar integral misollarda uchratiladi. Masalan, integral o'sha 1 x dx bo'ladigan bo'lsa, buni boshqacha taraflari ham bor. Ya'ni ln modulosidan mana xolasangiz 2x plus s deyishingiz mumkin. Nimaga? Chunki bilasizlar, buni tekshirish uchun masalan oddiy ln 2x ni oladigan bo'lsak, ln 2x dan hosila. ln 2x hosilasi o'zi 1 2x bo'lishi kerak. Keyin bunga o'sha 2x ni hosilasi ham olib qo'yilishi kerak, ya'ni 2. Shunda bu ikkilar qisqarib ketsa, ya'ni 1 x qoladi. Endi agar biz buni masalan ln 3x oladigan bo'lsak, ln 3x ni ham hosilasi nima bo'ladi? 1 3x, ya'ni ko'rsatkich mahrajga tushishi kerak va ko'paytirilgan 3. Shuni hisobiga u ham 1 x qoladi. Demak, bu yerda aynan ln x da integralni ln modulus x emas, ya'ni shaklini ozgina o'zgartirish ham mumkin. Masalan, ln x 1 x dx bo'ladigan bo'lsa, uni integralni ln modulosida, ya'ni k ko'paytirilgan x va plus s. Ya'ni mana shunday holatdagi formula yozib qo'yishimiz ham mumkin bo'lib qoladi. Faqat bu yerda albatta k tegishli o'sha aytaylik ixtiyoriy sonlar, bu yerda k 0 bo'lishi kerak emas. Chunki ko'rsatkich endi modul bo'lgani uchun manfiy son bo'lishi ham mumkin k. Xo'p. Internetda ozgina tekshirib qo'yaman. Internet menimcha yaxshi shekilli, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Ovozim menimcha yaxshi eshitilyapti. Xo'p, davom etamiz. Endi demak, buni ozgina boshqacharoq shakllari ham bor. Masalan, aytaylik, integral osti 1 taqsim o'sha kasr chiziqli funksiya bo'lgandan keyin, masalan, kx plus b dx bo'ladigan bo'lsa, buni ham integral bilasizlar ln, ya'ni ln modulus kx plus b faqat x ning koeffitsiyentiga bo'lib qo'yish kerak va taqsim k va plus s holati bor. Endi bu 1 taqsim demak, x plus b holati yoki kx plus b holatdagi o'sha chiziqli kasr chiziqli funksiyalarimiz integral formulasi mana shunday ishlatiladi. Endi shunaqa. Bu yerda demak, ko'rib turganingizdek, shunday holatdagi formula kelib chiqadi. Xo'p, bularga qo'shimcha yana nimalar qilishimiz mumkin bo'ladi? Endi lnlardagi tushunarli, faqat bularga tushadigan ba'zi bir sodda formulalarni keltirib chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, dastlab mana shulardan boshlaymiz. Xo'p, bular tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana shu joydan ko'proq yozaman, chunki men doskani mana shu qismi ko'pchilikka yaxshi ko'rinyapti deb o'ylayman. Demak, davom etyapmiz. Xo'p, e'tibor berasizlar. Masalan, bizda 1 taqsim masalan x kvadrat minus a kvadrat dx holati. Xo'p, makrajdagi kvadrat funksiya holatlari, ya'ni mana shunday holatdagi, ya'ni diskriminanti makrajdagi kvadrat 3 xatti, demak diskriminanti 0 dan katta bo'ladigan vaziyatlar uchun integral aniqlash. Masalan, 1 x kvadrat minus a kvadrat, buni diskriminanti musbat hisoblanadi. Va bu ikkita ko'paytuvchiga ajratish mumkin. Masalan, 1 x minus a kvadrat bo'lsa, buni 1 taqsim masalan x minus a bilan o'sha 1 x plus a ga, demak, ayniyat qilish uchun bu yerda x lar qisqarib ketishi kerak bo'ladi. X lar qisqarib ketishi uchun orasiga minus belgisini qo'yadigan bo'lsa, bu yerga x plus a ko'payadi, bu yerga x minus a ko'payadi. Ayirganingizda o'sha x plus a dan, demak, x minus a ni ayirsak 2a qoladi. Demak, bu yerda mana shu 2a ni yo'qotish uchun bunga a san tashqariga, demak 1 taqsim 2a ko'paytirib qo'yamiz. Albatta dx doim turishi kerak. Va mana shu narsani soddalashtiradigan bo'lsak, teng. Demak, 1 taqsim x minus a ni integrali. 1 taqsim 2a bilasizlar, bu koeffitsient integraldan chiqarib olish mumkin. Mana qavsni ichiga 1 taqsim x minus a ni integraliga ln modulus x minus a ora minus 1 taqsim x plus a ni integrali esa ln x plus a. Qavs yopamiz va plus a va s qo'shib qo'yishimiz. Ana endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, demak 1 taqsim 2a ko'paytirilgan ln x minus a ni x plus a ga logaritm xossasiga ko'ra, demak x plus a ga bo'linadi. Ya'ni x minus a taqsim x plus a va plus s qoladi.
Hop, javobimiz mana shu bo'lsa, endi biz buni forma shaklida ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi. Masalan, aytaylik, integral dx taqsim masalan x kvadrat minus 4 bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda 4 nima? 4 bu a kvadrat. A kvadrat bo'lsa, demak a bu yerda albatta 2 deb hisoblanadi. Endi plus minus 2 emas. Biz bu yerda mana shu formada mana yerda a kelishi kerak. Aynan shu narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak 1 taqsim 2a internet bilan bog'liq muammolar yo'q deb o'ylayman. Hop, internet bilan bog'liq ozgina muammolar bo'lyapti. Internetimiz menimcha mana shu yo'lda tushunmaganlar bo'lsa. Hop, demak 1 taqsim x kvadrat minus a kvadratda bu yerda a kvadrat to'g'ri hisoblanadi. Demak a teng 2. Minusli holat shartimiz formamizga tushishi uchun. Demak 1 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, demak a ni o'rniga nima qo'yamiz? 2 qo'yamiz. Demak 1 taqsim 2 kar 2. Hop, qarsi ichida yo'q, to'g'ridan to'g'ri formani ishlatib o'tamiz. Endi biz hozir buni formani isbotlab oldik. Demak ln x minus a bo'lsa a ga 2 qo'yamiz. Demak x minus 2 taqsim x plus 2 bo'ladi plus s. Demak buni soddalashtirib qo'ysak, demak 2 kar 2 1 taqsim 4 yozib qo'yish mumkin. 1 taqsim 4 ln x minus 2 taqsim x plus 2 va plus s. Endi 4-darajani lnni ko'rsatishga chiqarib olish mumkin. Bunaqa holatlari ham bor, lekin bizning asosiy javobimiz mana shu hisoblanadi. Demak 1 taqsim 4 ln x minus 2 taqsim x plus 2 plus s. Hop, bunga oid yana misollarni ko'ramiz. Demak, formani izofalamiz. Bu formani biz misollarda ko'p ishlatamiz. Hop, demak, masalan sizda o'sha integral belgisi aytaylik dx taqsim. Hop, misolda ozgina murakkablashtirish imkoniyati ham bor. Masalan, x ning kvadrati plus masalan 2x minus aytaylik 3 deydigan bo'lsak. Bu o'zi ko'paytuvchiga ajraydi. Formadan foydalansak ham bo'ladi yoki ayniyat qilish imkoniyati ham bor. Masalan, qanaqasiga ayniyat qilish mumkin? Buni integral masalan 1 taqsim bu yerda birinchi o'rinda tekshiradigan narsasi diskriminant noldan katta bo'lishi kerak. Diskriminant noldan katta bo'lishi kerak. Demak, dx taqsim maxrajdagini yozib olish mumkin. X ning kvadrati plus 2x plus 1 minus 4 shaklida. 1 dan 4 ayirsa minus 3 beradi. Demak, bizda mana shu x kvadrat plus 2x plus 1 gacha bo'lgan joyi bu to'la kvadratda beradi. Demak, ya'ni integral dx taqsim x plus 1 ning kvadrati minus 4 holatda. Keyin bilasizlar, mana dx ga burchakka dx ni ozgina shaklini almashtirish mumkin. Bilasizlar, bu yerga 1 qo'shib olish mumkin. Baribir differensiallashda u 1 da hosilasi yo'q bo'lib ketadi. Hop, demak, bunda mana uni belgilashga o'tadigan bo'lsak, demak dt taqsim ning kvadrati minus 4 holatiga keladi. Va hozirgi aytganimizdek, bu yerda mana bu a kvadrat teng 4, demak a teng 2. Shundan foydalanadigan bo'lsak, demak integral integralimizni natijasini to'g'ridan to'g'ri yozamiz. Demak 1 taqsim 2a yozamiz. A ga 2 tushadi. Demak ko'paytirilgan ln x minus deganimiz bu yerda tag kelyapti. Demak t minus a ya'ni 2 taqsim t plus a ya'ni 2 plus s. Demak soddalashtirib qo'yamiz. Demak 1 taqsim 4 faqat ln ko'rsatkichda t'miz bizda x plus 1 edi. Ya'ni t x plus 1. Ta'ni qatoriga x plus 1 qo'yamiz. Demak x plus 1 minus 2 taqsim x plus 1 plus 2 plus s. Demak soddalashtiradigan bo'lsak 1 taqsim 4 ln demak x minus 1 taqsim x plus 3 va plus s. Formani mana shunaqangi qilib ishlatish mumkin. Demak, diskriminanti 0 dan katta bo'ladigan holatlarda. Endi buni murakkablashtirish uchun bu yerda masalan koeffitsiyentlarni yarasidan chiqadigan holatda taqib bersa bo'ladi, lekin mana shu qulayroq va chiroyliroq javob chiqadi. Xo'p, bu yerda siz albatta to'la kvadrat yasashga qiynalmasligingiz kerak. Albatta formaga tushirmoqchi bo'lsangiz. Bo'lmasam ayniyat qilish kerak. Xo'p, demak, kasr chiziqli funksiyalarimizni integrallash. Xo'p, endi hozircha maxraji diskriminanti manfiy bo'lgan holatlarni ko'ryapmiz. Demak, maxraj diskriminanti manfiy bo'lsa, shunaqa qilib ko'paytuvchiga ajratib
ularni demak integrallash mumkin bo'ladi. Diskriminativ musbat bo'lsa. Diskriminativ musbat bo'lsa. Xo'p. Endi diskriminativ 0 bo'ladigan holatlarda ham bor. Masalan, aytaylik integral osti o'sha dx taqsim o'sha bizda beriladigan kvadrat funksiyamiz ax kvadrat plus bx plus c bo'ladigan bo'lsa, shuni integralini topish kerak desak va buni diskriminati aytaylik 0 ga teng bo'lsa. Diskriminati 0 ga teng bo'lsa. Mana shu holatda qanday bo'ladi? Diskriminant 0 ga teng bo'lsa, bu demak qanaqadir bir ifodaning to'liq kvadrati bo'ladi. Xo'p, masalan, aytaylik integral belgisi dx taqsim x kvadrat plus 4x plus 4 bo'lsin deylik. Plus 4. Xo'p. Bu yerda dx taqsim maxrajdagi bu x plus 2 ning kvadrati hisoblanadi. X plus 2 ning kvadratini esa demak biz bu yerda x plus 2 ning minus 2 darajasi qo'ysak bo'ladi. To'g'ri? Keyin o'sha o'zimiz darajali funksiyaning integraliga ko'ra darajaga 1 qo'shib, o'shanga 1 qo'shishimiz kerak edi. Demak x plus 2 ga darajasiga 1 qo'shsak minus 1, aynan shu minus 1 ga bo'lishimiz kerak va plus c qo'shib qo'yishimiz kerak edi. Buni javobi minus 1 taqsim demak x plus 2 va plus c holatiga kelishi kerak. Demak bu diskriminator 0 bo'ladigan holatlar uchun. Bu yerda unchalik murakkabchilik yo'q, to'liq kvadratga solinmoqda. Keyin o'sha darajali holatga keltirib, darajaga qo'shib bo'lib qo'yamiz. Ko'ryapsiz, bu misol juda ham oson bo'lib qoladi. Xo'p, misollarimiz borgan sari qiyinlashib boraveradi. Endi xo'p, o'tgan bir darsimizda diskriminator manfiy bo'ladigan holatlarda teskari trigonometriya funksiyalar yordamida integrallashni ko'rganmiz. Masalan, aytaylik o'sha integral belgisi dx taqsim o'sha ax kvadrat plus bx plus c integralini hisoblashda agar mabodo maxrajdagi diskriminator manfiy bo'lib qolsa, bu yerda o'sha arksinus va arctangellardan foydalangan. Ya'ni bir taqsim to'g'ri dx taqsim masalan 1 plus x ning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, bu arctangus x niki edi. Plus yoki masalan integral dx taqsim 1 plus x kvadrat emas, shu izosi 1 minus x kvadrat bo'ladigan holatlar uchun arksinusni ko'rgan edik. Buni emas qo'yapman, bu formani ham hozir misollarda ishlatishimiz mumkin, lekin ko'proq bu holatni ko'ramiz. Bu holatdan endi misollarda kelib qolishi mumkin. Demak, biz shulardan foydalanishimiz kerak. Yo'q, bu arctangus x kutib turaversin, biz hozir misollarda ishlatsak, joyini qo'shib ketamiz. Demak, misollar. Aytaylik, integral o'sha dx taqsim o'sha kvadrat funksiyamiz bor. Aytaylik x kvadrat o'sha plus 2x plus 3. Ko'rib turibsiz, diskriminatorni hisoblasangiz, diskriminator manfiy chiqadi. Diskriminant manfiy chiqadigan holatlar uchun demak to'liq kvadrat yasaysiz, ya'ni dx taqsim demak x kvadrat plus 2x plus 3 bo'ladigan bo'lsa, buni demak 1 plus x plus 1 ning kvadrati bo'lsa bo'ladi. Buni egasiz x kvadrat bor, 2x bor, 1 da kvadrati yo'q. 1 bo'lmaydi, bu yerda plus 2 bo'ladi. Mana shunday holat. Endi buni soddalashtirib oladigan bo'lsak, integral belgisi mana uni dx plus 1 yozib olsa bo'ladi. Dx plus 1 yozib olsa bo'ladi. Maxrajdagi lekin 2 ni bu yerda yo'qotish, chunki formulasi 1 plus x kvadrat. 1 plus x kvadrat holatiga keltirish uchun bu 2 ni demak qarasini tashqariga olib chiqib ketamiz. Olib chiqib ketsak, demak 1 plus endi x plus 1 kvadrati taqsim 2 bo'lishi kerak, lekin shuni x plus 1 taqsim imzosida 2 ning kvadrat holati yozsa bo'ladi. Mana shunday holat. Ana endi bu 2 ni suratga bo'lib olsak ham bo'ladi. Demak, integral demak 2 suratga qanaqa bo'ladi? Demak, bir taqsim imzosi 2. Yana bir taqsim imzosiga d ga olib kirib ketish mumkin. Shuni hisobiga d x plus 1 taqsim imzosi 2 qilib yozib olsak bo'ladi. Taqsim maxrajda demak o'shanda 1 plus x plus 1 taqsim imzosi 2 ning kvadrat holatiga keladi. Xo'p, demak, misolda davomi e'tibor bersam. Bu yerda bir taqsim imzosigina, demak, integralni olib chiqib ketamiz. Bir taqsim imzosigina olib chiqib ketadigan bo'lsak, buni belgilashga kiritsak, integral, demak biz bu yerda nima deymiz? Mana bu burchakdagi o'sha x plus 1 taqsim imzosi 2 ni demak, o'sha d da belgilashga kiritamiz. Shunda bu ham d kvadrat bo'ladi. Demak, d taqsim 1 plus t ning kvadrati. Demak, bu yerda bir taqsim imzosi 2
ko'paytirilgan d taqsim 1 plus s kvadrat bu arctangents deydi. Arctangents t va plus s. Ya'ni formada foydalanamiz. Tanoni yana qaytarib qo'yamiz. Demak, 1 taqsim nizosi 2 ko'paytirilgan arctangents tanoniga o'sha olib kelib qo'yamiz. Ya'ni x plus 1 taqsim nizosi 2 va plus s. Mana shunday holat. Xo'p. Demak, menimcha arctangentsga ko'p bog'lanamiz. Harakatli funksiyalarimiz integrallashda. Xo'p, demak, misolimizni yana ozgina murakkablashtiramiz. E'tibor berasiz. Integral dx taqsim masalan 1 plus x ning kubi. Xo'p, dx taqsim 1 plus x ning kubida demak, buni integrali qancha murakkablashib ketib qoladi? Buni soddalashtirish kerak. 1 taqsim 1 plus x kubni. Xo'p, buni bunday qilib yozamiz. Integral belgisi. Xo'p, 1 taqsim 1 plus x ning kubini bilasizlar, 1 plus x ning kubi o'zi ikkita ko'paytuvchiga ajraydi. Ya'ni 1 plus x ko'paytirilgan 1 minus x plus x ning kvadrat. Demak, shunga bo'ladigan bo'lsak, ya'ni 1 taqsim 1 plus x minus aytaylik, yo'q, oraga plus qo'yib olaveramiz. 1 taqsim 1 minus x plus x kvadrat. Endi biz buni ayniyat qilishimiz kerak. Ayniyat qilish uchun biz suratdagi birlarni o'chiramiz. Bu surat birligini aynan bilmaymiz, chunki bu shunga bo'lgandagi suratlar qanaqa bo'lishi kerak. Aytaylik, 1 plus x surati masalan a bo'lsin. 1 minus x plus x kvadrati suratini esa masalan s x plus d holatda yozib qo'ydik. X. Mana shunday o'zgartirishlarni demak, bizni mana shu ayniyatimizni to'g'rilash uchun a b s dalar kerak. Xo'p, endi demak, bu ayniyatda a ga ko'payadi. Demak, 1 minus x plus x kvadrat ko'payadi. Keyin plus 1 plus x s x plus d ga ko'payadi. Demak, s x plus d ko'paytirilgan 1 plus x. Mahraj o'shanda bu mahraj berilsa, ya'ni 1 plus x ning kubi hosil bo'ladi. Bu esa o'sha ikkasidan o'sha boshlang'ich holatida berilgan. Surat esa o'sha nimaga teng bo'lishi kerak edi? Surat bizda dastlabki holatda 1 taqsim 1 plus x ning kubiga. Ya'ni mana bu 1 bu tomondagi mana shu suratdagi ifodaga teng bo'lishi kerak. Xo'p, suratni soddalashtiramiz. Demak, a ni ko'paytiradigan bo'lsak, a minus ax plus ax kvadrat bo'lsa ax kvadrat bo'ladi. Plus buni ko'paytiradigan bo'lsak, demak, suratni suratga aylantiramiz. X bunga ko'paysa, s x ning kvadrati, s x 1 ga ko'paysa, plus s x, x d ga ko'paysa, plus d x, d 1 ga ko'paysa, plus d bo'ladi. Xo'p, bu tomonda esa suratda 1. Ya'ni mahraj bilan bir xil bo'ldi. Biz hozircha o'sha suratlarni tenglab aylantirmoqchimiz. Xo'p, x kvadrat va bu yerda demak, x kvadrat bilan s x kvadrat bor. X kvadrat qarsini tashqariga olib chiqamiz. Demak, tomonda 1 turibdi. X kvadrat qarsini tashqariga olib chiqadigan bo'lsak, demak, bu yerda a plus s qoladi. Xo'p, x ga e'tibor beramiz. Demak, minus ax plus s x plus dx bor. Hammasidan x ni qarsini tashqariga chiqarsak, minus a plus s plus d qoladi. Va ozod hadlarga keladigan bo'lsak, demak, bu yerda a bor va plus d bor. Shuni oxiriga yozib qo'yamiz, plus a plus d. Ana endi bu tomonda 1 turibdi. Demak, 1 ni qanaqasiga bu tomonga yozib olaylik. Bu tomonda 1 turibdi. Bu bilan buni qanaqa qilamiz? Bu tomonda x bor, x kvadrat. Bu tomonda esa 1 o'zi turibdi. Demak, bu yerda o'sha x ni koeffitsiyentini 0 hisoblab olinadi va x kvadrat koeffitsiyenti ham bu tomonda 0 deb faraz qilib turib, demak, 0 ni mana shu demak a plus s ga teng bo'ladi. Demak, bu yerda a plus s 0 bo'lishi kerak. X koeffitsiyenti bu yerda demak 0 turibdi. X koeffitsiyenti bu yerda minus a plus s plus d turibdi. Demak, minus a plus s plus d ham bo'lishi kerak, 0 bo'lishi kerak qaraymiz. Va ozod hali 1 turibdi. Bu tomonda ozod hali a plus d turibdi. Demak, a plus d ni esa 1 ga tenglab, uchala sistemadan demak a, s va d lar topishimiz kerak. Xo'p. Demak, biz yuqoridagi tenglikdan s ni minus a ga tenglik bilib olsak bo'ladi. S teng minus a bo'ladi. S ni o'rniga minus a qo'yamiz. Shunda dastlabki tenglikda s ni o'rniga minus a qo'yadigan bo'lsak, d teng 2a kelib chiqar ekan. D teng 2a.
Demak, s va d ni a orqali ifodalab turib, demak, d o'rniga mana bu yerga 2a qo'yaveramiz. Shunda bu tenglamamizda demak a plus d o'rniga 2a qo'yyapmiz. Buni 1 ga tenglaymiz. Demak, bu yerdan a teng 1/3 chiqishi aniq. A 1/3 chiqsa, demak, bizda s'imizning qiymati unga qarama-qarshi kelgani uchun s'imiz -1/3 chiqishi. A d ni ham qiymati esa topsa bo'lar ekan. Demak, bu yerda a 1/3 bo'lgani uchun d'mizning qiymati nima chiqadi? 2/3 chiqadi. Ana endi bularni hammasini o'rni-o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, berilgan kasrimizni integralimizni demak davom ettiradigan bo'lsak, buni i bilan belgilashib kiritib olaylik. Integralimiz davom etyapti. I teng. Xo'p, a ni o'rniga qo'yamiz. 1/3 integral belgisi demak 1/3 taqsim 1 plus x. S ni o'rniga qo'yamiz. Minus 1/3 demak plus suratda minus 1/3 x. D ni o'rniga qo'yamiz. 2/3 plus 2/3 mahrajda esa 1 minus x plus x ning kvadrat. X. Xo'p, bu yerda 1/3 nimamizni 1 plus x imiz integrallanib, ya'ni 1/3 bu koeffitsient hisoblanadi. 1/1 plus x integrali ln 1 plus x buni boshida gaplashgan edik. Endi buni integrali keladigan bo'lsak, plus integral belgisi demak minus 1/3 va 2/3larni 1/3lardan pastdan tashqariga olib chiqib qo'ysak oldiga minus ishorasi bilan minus 1/3 dan olib chiqib qo'yadigan bo'lsak, suratda qoladi x minus 2 qoladi. Mahrajda esa 1 minus x plus x kvadrat. Demak, biz buni integralni hisoblashimiz kerak. Aytaylik, buni integrali i shtrix bo'lsin. Shuni hisoblashimiz kerak. Demak, i shtrix teng. Menimcha kameramizda ko'rinyapti deb o'ylayman. Minus 1/3 x minus 2 minus x kvadrat plus x kvadratimizni demak minus 1/3 ni integraldan chiqarib olamiz. Integral belgisi. Suratda x minus 2 turibdi. Xo'p, mahrajdagi 1 minus x plus x kvadrat bilan qanaqa o'zgartirishimiz mumkin? Xo'p, mahrajdan to'la kvadrat yasab olsak bo'ladi. Lekin suratdagina demak, misolimizni ozgina ish ko'proq olgan. Demak, surat x minus 2 turibdi deylik. Mahrajimizni 1 minus x plus x kvadratni hop, bunday qilib yozamiz. Ya'ni x kvadrat minus x plus 1/4 1 bo'lish uchun yana yoniga 3/4 qilib yozamiz. Demak, i shtrixni hisoblamoqchimiz. Demak, minus 1/3 ko'paytirilgan. Demak, suratimizdagi mana buni e'tibor beringda, bu x kvadrat minus x plus 1/4 bu x minus 1/2 ning kvadrati hisoblanadi. Endi aynan integral belgisi, demak suratda x minus 1/2 ni o'zini ajratadigan bo'lsak, x minus 1/2 ni o'zini ajratadigan bo'lsak, mahrajda o'shanda x minus 1/2 ning kvadrati plus 3/4 qolyapti turgan bo'lsa, yo'q. Suratdagiga tegmadik deylik. Suratdagida x minus 2 turibdi. Va oxirida x bor. Bu yerda ham x qolib ketib qolibdi. Hop, videomizni yana bir ko'rib olamiz. Maskamiz ozgina chetroqga borib qolibdi. Menimcha ovozim yaxshi eshitilyapti shekilli. Yaxshi ko'rinyaptimi ishqilib. Hop, buni ozgina soddalashtirib olamiz. Demak, bu holatga olib kelish uchun nima qilish kerak? Demak, 3/4 demak bizda nima holatiga o'xshash kerak edi? 3/4imiz demak boshidagi integralimiz bu yerda formasini o'chirib yubordik, ya'ni 1/1 plus x kvadrat integrali. O'sha arctangens x ni integrali edi. Xo'p, o'sha holatga olib kelish uchun bu yerda ko'p ish bajarishga to'g'ri kelib qolar ekan. Demak, masalan, hozir x minus 2 ni bularga olib keladigan bo'lsak, bu yerda yana ozgina muammolar bo'lar ekan. Bu yerda hozir misol ozgina cho'zilib ketadi. Maskani bu qismini o'chiramiz. Xo'p, misolni boshlanishi esda qoladi deb o'ylayman. Asosan biz mana shu joylarni hisoblashimiz kerak. Bu joylarni agar eslab qolishingiz qiyin bo'lsa, video darslikda yana qaytarib ko'rib olsangiz bo'ladi. Masalan, bu joyni o'chiramiz, chunki doskamizga sig'may qolar ekan. Misolimiz ozgina kattaroq. Xo'p. Joylar o'chirib olamiz. Soddalashtirishga joy kerak. Demak, mana shu joy ko'rinyaptimi? Doskani ancha beriroq yozsam bo'lar ekan.
menimcha ko'rinyapti. Xo'p, demak, -1 taqsim 3 -1/3 integralimizni demak, agar x ni joyiga olib keladigan bo'lsak, x kvadratli holat bo'ladi. Shuning uchun biz hozir mahrajda x kvadrat 1 minus x plus x 1 minus x plus x kvadratidir. Shu holatda demak, biz hozir bu yerda to'la kvadrat ham yasab oldik. Ya'ni x ga va 2 ga alohida demak, bu mahraj yozib qo'yyapman. Demak, integral belgisi aslida demak x taqsim demak x minus 1 taqsim 2 ning kvadrat plus yozib qo'yyapman. Keyin minus 2 taqsim demak x minus 1 taqsim 2 ning kvadrati plus 2 yozib qo'yamiz. 3 taqsim 4 ga 3 taqsim 4 bu yerdan o'sha 3 taqsim 4 bo'lishi kerak. X. Xo'p. Endi bu integralni yana 2 ga bo'lib olish mumkin. Demak, -1 taqsim 3 turibdi. Integral belgisi. Demak, integralda bunga alohida va bunga alohida yozsak bo'ladi. Xo'p, buni integralni alohida yozib qo'yapman. Ya'ni x taqsim, ya'ni o'zini holatini x kvadrat minus x plus 1 edi. Dx da bunga alohida yozsak bo'ladi. -1 taqsim 3 bu yerga ko'payadigan bo'lsa, +1 taqsim 3 bo'ladi. Va integral belgisini 2 ga alohida yozasak bo'ladi. 2 taqsim o'sha x minus 1 taqsim 2 ning x minus 1 taqsim 2 ning kvadrati plus 3 taqsim. Va suratdagi dx bunga alohida yozamiz. Xo'p, misolimiz anchagina bir soddalashtirishlari murakkablashib ketib qoldi. Buni ark orqali ifodalasak bo'ladi. Masalan, burchagiga x minus 1 taqsim 2 qo'ysak, 3 taqsim 4 ni 1 ga aylantirish uchun 3 taqsim 4 ga bo'lib olishimiz kerak. Biz mana shu holatni aytaylik, i2 shtrix olamiz. Mana bu holatda esa i3 shtrix olamiz. Xo'p, demak, i2 shtrix buni integralni nisbatan osonroq, ya'ni 1 taqsim 3 ni hop, ikkisini ham integraldan chiqarib olsak bo'ladi. 2 taqsim 3 qilib yozib olamiz. 2 taqsim 3 integral. Suratda dx turibdi, o'sha dx ni bilasizlar, ya'ni x minus 1 taqsim 2 qilib yozib olish mumkin. Burchagiga dx emas, dx minus 1 taqsim 2 qilib yozib olsa bo'ladi. Endi mahrajda x minus 1 taqsim 2 3 taqsim 4 ga demak bo'lib olsak, ya'ni qarsini tashqariga olib chiqib olsak deb gapirsak ham bo'ladi. 3 taqsim 4 ga qarsini tashqariga olib chiqsak, ya'ni bu 3 taqsim 4 ga bo'linishi kerak. Ya'ni x minus 1 taqsim 2 taqsim 3 taqsim 4 ga bo'lganligimiz uchun bu izosi 3 taqsim 2 ning kvadrat holati keyin yonida plus. Endi suratga ham xuddi shu narsani hosil qilish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? 3 taqsim 4 ni suratga izosi 3 taqsim 2 ni ikkita qilib yozamiz. Bitta izosi 3 taqsim 2 ni integraldan chiqaramiz. Demak, 2 taqsim 3 ko'paytirilgan izosi 3 taqsim 2. Demak, integral belgisi suratdagi demak, bitta izosi 3 taqsim 2 ni e'tiborli aslar integraldan chiqarib olasiz. Bitta izosi 3 taqsim 2 ni yo'q. Integraldan chiqarganingizda bu almashib chiqadi. Chunki mahrajdagi 2 taqsim izosi 3 bo'lib chiqadi. Bittasini esa suratga bo'lib olganingizda suratdagi demak x minus 1 taqsim 2 taqsim izosi 3 taqsim 2 qilib yozsa bo'ladi. Taqsim mahrajda ham xuddi shunaqa ifoda, ya'ni x minus 1 taqsim 2 izosi 3 taqsim 2 ning kvadrati plus 1. Ana endi mana ifodani belgilash kerak bo'ladi. Demak, bu knyazlik misolimiz arifmetikasi yana ham murakkablashib ketyapti. 2 taqsim izosi 3. Biz hozircha buni tadayapmiz. Ya'ni bu tani ham soddalashtirib olish mumkin. Mana shu yerga tani yozib qo'ysak bo'ladi. Va x minus 1 taqsim 2 bo'lsa 2x minus 1 bo'lsa, xo'p, ikkilar qisqarib ketgandan keyin 2x minus 1 taqsim izosi 3 holatda yozib qo'ysa bo'ladi. Demak, bu yerda integral belgisi ostida t taqsim t kvadrat plus 1 bo'ladi yoki bo'lmasa 1 plus t kvadrat qo'ysa bo'ladi. Keyin bu demak 2 taqsim izosi 3 belgilashga qo'ysak, bu arktangiztaniki. Arktangis t tanonga qaytarib qo'yadigan bo'lsak, 2 taqsim izosi 3. Demak, arktangis tanonga mana olib kelib qo'yamiz. Ya'ni 2x minus 1 taqsim izosi 3 plus. Xo'p, demak bu i2 shtrix mana shu narsa esdan chiqmay tursin. Bu i2 shtrixning qiymati.
Endi bizga i 3 ham kerak. Ya'ni bu. Xo'p, buni qanaqa qilamiz? Hozir bu yerda x taqsim x kvadrat minus x plus 1imizda x ni burchaga olib kiradigan bo'lsak, hop, bu x imizni integrali yana ham murakkablashib ketar ekan. Ya'ni dx kvadrat taqsim 2 bo'lib kiradi. Bu degani bu integralimiz hozirgina ma'qulroq. Hozirga ko'ra buni natijasini yozib qo'yadigan bo'lsak, mana shu joyga ilm yozib qo'yapman. Mana bu joyni soddalashtirishni alohida ko'ramiz. Misolimiz yana murakkablashyapti qolyapti. Hozir buni yozamiz javobga. Demak, 1/3 ln 1 plus x. Keyin qarang. Bu i shtrix. I shtriximiz esa soddalashtirganimizda, ya'ni i 3 shtrix bilan i shtrixga teng bo'lyapti. Ya'ni bu yerda yozib qo'yadigan bo'lsak, i shtriximiz i shtrix plus i 3 shtrix bo'lyapti. Mana shundan foydalanishimiz kerak. Demak, biz bu yerga i shtrix yozishimiz kerak. I shtrixdan i shtrix qo'yarsak, i shtriximiz natijasi mana. Ya'ni 2 taqsim izosi 3 arq minus x minus 1 taqsim izosi 3 keyin plus i 3 shtrix, ya'ni mana bu kasrimiz bo'lishi kerak edi. Ya'ni i 3 shtrix. Bu yerda muammoli narsa i 3 shtrix. Shuni hisoblasak, bizning integralimizning natijasi mana shu chiqqan bo'ladi. Xo'p, meni o'ylantirgan narsa, bu yerda x taqsim x kvadrat minus x plus 1 integrali yana ham murakkablashadi. Xo'p, suratda x keladigan vaziyatlarda, demak, buni integralini hisoblash uchun buni integrali yana ham murakkablashar ekan. Faqat uni bu joyiga hozircha sig'ira olmasak kerak. Xo'p, doskani demak, eslab qolish uchun bu misolni bir joyga olib turamiz. Qaranglar, sizlar bilan i 3 shtrixni mana bu integralni keyinroq qoldiraman. Hozir bu javobga i 3 shtrix qo'shib qo'ysak bo'ldi. I 3 shtriximiz esa mana shu minus 1 taqsim 3 x taqsim x kvadrat minus x plus 1 ga teng bo'lib qolyapti soddalashtirganimizga ko'ra. O'sha joyni soddalashtirib olsak, bizning misolimiz chiqadi. Demak, bizni yana nimalar qilishimiz kerak edi? Xo'p, mana shu joyni mana o'chirib yuboramiz endi. Hozir natijamizga ko'ra men 3 hisoblab bersam bo'ldi. Bu joyda keyin kerak bo'ldi. Biz ham bu qismni o'chirib savolingizda. Keyin beraverasizlar. Darslik alohida. Demak, men i 3 shtrix hisoblamoqchiman. I 3 shtrix. Buni yozib olamiz. Ya'ni minus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan integral osti. Demak, x taqsim x kvadrat minus x plus 1 da x ni daga olib kiradigan bo'lsak, x kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Lekin bizda x kvadrat minus x bor. Uni qanaqa qilish kerak? Demak, o'sha boshda soddalashtirganimiz ozgina to'g'ri ish bo'lgan ekan. Hozir bu yerda misolimiz ancha murakkablashib ketadi. Men bir joyda boshda ozgina xatolik yo'q qo'yibman. Demak, o'sha boshdagini x minus 1 taqsim 2 qilsak, taqsim o'sha maxrajdagini x kvadrat minus x plus 1 qilsak, o'sha boshda shu ishni to'g'ri qilgan ekanmiz. Demak, bu yerga plus 1 taqsim 2 taqsim yana x kvadrat minus x plus 1 yozib qo'ysak va taqsimni yopadigan bo'lsak, x. Bu endi arktangizlik bo'lishi aniq. Bu esa d alohida beradigan bo'lsak, minus 1 taqsim 3 integral belgisi dx alohida yozib oladigan bo'lsak, keyin x minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan x taqsim mahrajda o'sha x minus 1 taqsim yo'q. To'liq kvadrat yasashimiz shart emas. Ya'ni x kvadrat minus x plus 1 qo'yamiz. Va plus bu yerda bu 1 taqsim 2 ga alohida integral yozamiz. Minus 1 taqsim 3 integral unga ham tegishli bo'ladi. Shuning uchun hop buni alohida qiladigan bo'lsak, minus 1 taqsim 3 integral bunga ham yozadigan bo'lsak, minus 1 taqsim 3 integral esa 1 taqsim 2 deb turibdi suratda. Mahrajda o'sha x kvadrat minus x plus 1 dx. Bu esa x minus 1 taqsim 2 ni daga olib kiradigan bo'lsak, minus 1 taqsim 3 integral d. Demak, x kvadrat taqsim 2 minus x taqsim 2 bo'lib kiradi integralga. Taqsim mahrajda demak x kvadrat minus x plus 1. Mana bu taqsim 2 ni ikkalasini ham
Bu yerda davomiy ham bor. Misolimiz minus 1 taqsim 3. Hop, demak 1 taqsim 2 ni integraldan chiqaradigan bo'lsak, bu 1 taqsim 3 emas, 1 taqsim 6 ga aylanadi. Integral osti suratda 1 qilyapti, o'shani x yozyapman. Hajdaga esa o'sha aytganimizdek x minus 1 taqsim 2 ning kvadrati plus 3 taqsim 4 edi. Xo'p, demak minus 1 taqsim 3 bu shuni 1 taqsim 2 ni d'dan va integraldan chiqarib olsak bo'ladi. 1 taqsim 2 buni oldiga chiqadi. Integral belgisi suratda d x kvadrat minus x qoladi. Shunga 1 qo'shib qo'yamiz. Taqsim demak x kvadrat minus x plus 1 bo'ladi. Endi bu oson shaklga keladi. Bu esa demak 3 taqsim 4 o'sha aytganimizdek surat mahali 3 taqsim 4 ga bo'lamiz. Ya'ni ildiz 3 taqsim 2 bo'ladi. Bu 1 bo'ladi. Surat 3 taqsim 4 bo'ladi. Ildiz 3 taqsim 2 ni. Demak mana burchakni x minus 1 taqsim 2 yozib olgan holatimizda 1 taqsim 6 turibdi. Integral belgisi. Uncha kaminamiz zo'rlashib ketyapti. Shuni pastga yozyapman. Minus 1 taqsim 6 uni x minus 1 taqsim 2 deb yozib olsa bo'ladi. O'sha aytganimizdek mana bu holatga keladi. Demak, ildiz 3 taqsim 4 integraldan oldiga o'sha 2 taqsim ildiz 3 bittasini chiqarib qo'yamiz. Chunki surat mahali 3 taqsim 4 ga bo'lganida suratda ya'ni x minus 1 taqsim 2 qilib yozsak bo'lardi. O'shani ildiz 3 taqsim 2 ga bo'lamiz. Taqsim. Keyin mahrajda o'sha aytganimizdek x minus 1 taqsim 2 taqsim ildiz 3 taqsim 2 ning kvadrati plus 1 holatiga keladi. Va mana masalan o'sha maytda 2x minus 1 taqsim 3 ga tengamiz. Shuni yana data desak, o'sha holatga o'rab olamiz. Demak, mana bu narsa, mana buni masalan a deb belgilashga kelsak, d a taqsim a bo'ladi. Ya'ni d a taqsim a bo'lgandan keyin bu ln. Minus 1 taqsim 6 demak ln x kvadrat minus x plus 1 holatiga kelyapti. Bu esa ikkilar bilan qisqarsa minus 1 taqsim 3 ildiz 3. Bu holati demak o'sha 1 taqsim mana bu holatga o'xshaydi. Artangizga borish kerak. Bu degani arc tangens t. T degani mana bu. Demak, bu yerda 2x minus 1 taqsim ildiz 3 bo'ladi va plus s. Xo'p, buni demak men i3 shtrixga qo'yib qo'ysam bo'ladi. i3 shtrix mana buni o'rniga olib shu natijamizni olib kelib qo'yamiz va bular bilan yig'indi. Aytgancha bu bilan mana bu ixchamlashadi. Chunki biz misolda boshida o'sha x ga alohida, 2 ga alohida qilganimizda shu joyda misolimizni ham murakkablashtirib olgan ekanmiz. Demak, mana shu ikkalasi bir bilan ixchamlashadi va javob chiqadi. Misolimiz juda ham katta bo'lib qoldi. Ya'ni hisob-kitobda ozgina chalkashliklar bo'ldi. Menimcha tushundilaring degan umiddaman. Balki. Bo'lmasa video darslikda yana bir marta qaytarib ko'rsangiz bo'ladi. Hozircha bu misolimiz shu. Endi baribir jonli agar dars qilganda, ya'ni onlayn emas. Siz mana shu joyda shunaqa fikr bergan bo'lishingiz mumkin. Balki bu misolni biz oson-osonlashtirgan bo'lishimiz mumkin edi. Lekin afsuski sizlar bu yerda emassizlar. Hisobiga shunaqa holatlar. Bu ancha murakkab misol. O'zim soddalashtirishni ko'rdingiz. Demak, yana bir misolimiz bor. E'tibor beramiz. Integral masalan x ning kubi taqsim x kvadrat plus 4x. Bu misol hozirgi misolimizga o'xshab o'ta murakkab bo'lmasligi mumkin. Lekin bu o'ziga yarasha yaxshi misol. Surat x kub bor. Buni qanaqa soddalashtiramiz? Demak, avvalo ayniyat, ya'ni burchakdagi shu x kub taqsim x kvadrat plus 1imizni demak bo'lishimiz kerak bo'ladi. Demak, x kubni x kvadrat plus 1 ga shuni bo'lsak, qanaqadir bitta a chiqadi plus b taqsim s bo'linma holatda desak, bu yerda a bo'linuvchi bo'linma qoldiq va bo'luvchi. X kub esa bo'linuvchi hisoblanadi. Demak, men x kubni mahrajdagi x kvadrat plus 1 ga bo'lishim kerak. Demak, bu yerda x ga ko'paytirsam, demak x kub plus x bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak, x kubga ketib, demak minus x qoladi. Minus x esa qoldiq hisoblanadi. Demak, bu yerda soddalashtirishimizga ko'ra, mana shu yerdan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni x kub taqsim o'sha x ning kvadrati plus 1 desak, bu yerda hozir mana bu s
bu esa bo'linma, ya'ni a, bu esa qoldiq, ya'ni qoldig'imiz esa b. Demak, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, x kub taqsim x kvadrat plus a ni o'rniga qo'yamiz x plus b ni o'rniga qo'yamiz minus x suratda taqsim mahrajda x ning kvadrati. Mana shu holatga keladi. X kub taqsim x kvadrat shu holatga soddalashadi. Demak, integralimizni i bilan belgilasak, shuni hisoblashimiz kerak. Demak, integral belgisi ostida x kub taqsim x kvadratga mana bu soddalashgan qo'yib ya'ni x minus x taqsim b plus x ning kvadrati. X. Hop, x integralni hamma yaxshi biladi. Ya'ni x kvadrat taqsim 2 minus buni integralchi. Integral belgisini qo'yib olamiz. Demak, x taqsim b plus x kvadrat bo'ladi. Demak, soddalashtiradigan bo'lsak, demak x kvadrat taqsim 2 minus integral belgisi x ni d ga olib kiramiz. D ga olib kiradigan bo'lsak, u d x kvadrat taqsim 2 bo'lib kiradi. Taqsim mahrajda b plus x ning kvadrati. Taqsim 2 ni d dan integraldan chiqarsa bo'ladi. Demak, x kvadrat taqsim 2 minus 1 taqsim 2 integral osti x kvadrat taqsim 1 plus x ning kvadrati bo'ladi. Va buni ozgina soddalashtirish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni buni belgilashga desak, demak, natijamizga ko'ra x kvadrat taqsim 2 x ning kvadrati taqsim 2 minus 1 taqsim 2. Demak, buni belgilashga o'tadigan bo'lsak, o'sha d x kvadrat plus 1 qolsangiz ham bo'ladi. D taqsim 1 plus t ham bo'laversin, mayli. Bu integralni ln x kvadrat taqsim 2 minus 1 taqsim 2 ln 1 plus t plus c. X kvadrat taqsim 2 minus 1 taqsim 2 demak ln tani o'rniga demak 1 plus o'sha x kvadratida uni x kvadrat qilib qo'yamiz va plus c. Albatta 1 plus x kvadrat bu musbat ifoda bo'lganligi uchun bunga mod qo'yish shart bo'lmaydi. Atiqasi qo'ysak bo'ladi. Javobimiz mana shunday. Bu misolimiz yana ham unchalik murakkab emas, lekin soddalashgani shunaqa. Xo'p, demak, davom etamiz. Keyingi misolimiz. Xo'p, integral belgisi. Demak, suratdagi ifodalarni mana shunday holatda bo'lib soddalashtirib olish mumkin bo'ladi. Agar endi u suratdagi ifoda yana murakkabroq bo'ladigan bo'lsa, bu joyi mana shu arifmetikasi ozgina misolimiz cho'zilishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi bizda agar 1 taqsim masalan x ning 4-si masalan plus 1 bo'lsa, buni integrali qanaqa bo'ladi degan savolni masalan aytaylik, suratidagi soddalashtirishlar yordamida bo'lishi mumkin. Faqat 1 emas, 1 taqsim x 4 plus 1 da integral ancha murakkablashib ketadi. Masalan, agar bu x bo'ladigan bo'lsa, x taqsim x 4 plus x kvadrat x 4 plus 1 bo'ladigan bo'lsa, buni integrali o'sha arctangizga o'zgarib borishi. Masalan, mana x ni d ga olib kirishingiz orqali siz buni arctangiz holatiga o'xshatib olishingiz mumkin. Masalan, integral ostida o'sha x ni d ga olib kiradigan bo'lsak, bu d x kvadrat taqsim 2 holatiga keladi. Mahrajdagi 1 plus o'sha x ni 4 x kvadratning kvadrati bo'ladi. Keyin bu yerda integral o'sha d x kvadrat taqsim 2 bo'lsa, buni 1 taqsim x ni integraldan chiqarib olsak bo'ladi. Integral belgisini taqsim 2 chiqarib olsak, integral ostida dx kvadrat taqsim mahrajda 1 plus x ning kvadratining kvadrati. Belgilashga ketadigan bo'lsak, o'sha o'zimizni arctangiz holatiga keladi. Integral d taqsim 1 plus t ning kvadrati. Keyin bu demak o'sha o'zimiz aytgandek 1 taqsim 2 ln demak ln emas, kechirasizlar, bu arctangiz 1 plus t kvadrat chunki arctangiz t plus c holati. Demak, buni 1 taqsim 2 arctangiz t ni o'rniga qaytarib x kvadrat topib qo'yamiz. O'sha x kvadrat va plus c holati. Mana shunaqa. Xo'p, bu misollarimizda demak yana ham murakkablashtirib boshlanadi. Xo'p, yana bir misolimiz bor. Bu misolimizni ham demak yo'li ancha oson deya olmayman.
hozir o'zingiz baho berasiz. Demak, e'tibor berasiz. Demak, integral suratda demak x ning kvadrati x kvadrat minus 1 taqsim mahrajda demak x ning to'rtinchisi plus x ning kvadrati plus 1 dx. Hop, x kvadrat minus 1 taqsim x minus plus x kvadrat plus 1 demak buni qanaqa soddalashtirish mumkin bo'ladi? Hop, bu yerda bitta narsaga e'tibor berilsa, surat va mahrajda demak mana shunday ayniyat hosil qilmaydi, lekin belgilash kiritish ham ozgina murakkablik bo'lgan. Bu misolimiz ancha qiziqarli misol. Hop, e'tibor bersizlar. Bu misolni hisoblashda surat mahrajni x kvadratga bo'lib olamiz. Agar surat mahrajni x kvadratga bo'lib olsak, demak 1 minus 1 taqsim x ning kvadrati taqsim x kvadratga bo'ladigan bo'lsak, x ning kvadrati plus 1 x kvadratga bo'lsa, plus x kvadratga bo'lsak 1 taqsim x ning kvadrati holiga keladi. Endi adashmasam misolda ishora to'g'ri qo'ygan edim. Hozir yodlab qo'ygan narsamni yozyapman. Demak, integral 1 minus x kvadratni qarang, mana shu 1 minus x kvadratni d ga olib kirish. 1 minus x kvadratni d ga olib kirsa, d ning burchagida x plus 1 taqsim x bo'ladi. Nimaga? Chunki x xoslasi 1, 1 taqsim x xoslasi minus 1 taqsim x kvadrat. U d ga kirsa integral bo'lib turishi kerak. Demak, x kvadrat plus 1 plus 1 taqsim x kvadrat esa aynan x kvadrat plus 1 taqsim x kvadratga e'tibor berasizlar. Bu x plus 1 taqsim x ning x plus 1 taqsim x ning kvadrati minus 2 deb yozilsa bo'ladi. Keyin plus 1 bilan bu ixchamlashadi. Keyin suratdagini belgilash kirsa bo'ladi. Demak, integral d taqsim uni t degan bo'lsak, demak t ning kvadrati minus 1 olib keladi. Keyin o'sha bu integral haqida tanishdik. Agar uni yana isbotlash kerak bo'lsa, ko'p o'tuvchi yashashga to'g'ri keladi. Bir taqsim masalan t minus 1 minus 1 taqsim t plus 1 suratda hosil bo'ladigan 2 ni 1 taqsim 2 qilib, demak mana shunday holatda yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Dt. 1 taqsim 2 ni integraldan chiqaramiz. 1 taqsim 2 demak ln 1 minus t minus 1 minus ln t plus 1 holatiga kelamiz. Keyin plus s qo'shib qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, 1 taqsim 2 ln t minus 1 ni t plus 1 ga bo'lamiz. Demak, t minus 1 taqsim t plus 1 keyin plus s. 1 taqsim 2 ln t ni o'rniga qaytarib yana o'sha x plus 1 taqsim x qo'yadigan bo'lsak, x plus 1 taqsim x minus 1 taqsim x plus 1 taqsim x plus 1 plus s. Surat va mahraj ozgina soddalashtirishlar bajarishimiz mumkin. Shunda 1 taqsim 2 ln suratga demak x ko'paytirib olsak x kvadrat plus x kvadrat minus x plus 1 mahrajni x ko'paytirib oladigan bo'lsak x kvadrat plus x plus 1 holati bo'lar ekan va plus s. Surat va mahrajning ifodalari doim musbat ifodalar bo'lganligi uchun mana bu qarzlarni o'rniga modullovchi o'rniga qarz qo'ysak bo'ladi. Javobimiz mana shunday holatda qoladi. Xo'p, hozircha misollarimiz shulardan iborat. Kasrli funksiyalarni integrallashga misollarimiz hali bor yana. Buguncha darsimizga mana shular yetarli deb o'ylayman. Ertaga yana integral mavzusi bilan ozgina shug'ullanamiz. Hozircha mavzularimiz shu. E'tiborlaringiz uchun rahmat.